Yaxshiyam borsan. Muallif Shamsinur. Hoji qo'limdan tutgancha o'z xonasi tomon olib borardi. Kim ko'rsa menga qiziqsinib qarardi. Men hijolat bo'layapman. Doim shunaqasan. Bu yerga o'rganishing kerak. Seni o'rning meni yonimda. Biz uning xonasiga kirdik. Stoli ustida Zafira bilan tushgan surat turardi. Ikkimiz bir tomchi suvdek bir-birimizga o'xshar ekanmiz. Suratga tikilib qolganimni ko'rib, suratni qo'limga tutqazdi. Buni seni o'g'irlashlardan bir hafta oldin tushganmiz. O'shanda to'y kunni belgilamoqchi bo'lib yurgandik. Endi esa biroz sog'ayishingni kutamiz. U qo'limdan mehr bilan qisib qo'ydi. Shu topda unga rahmim keldi. Juda boy bo'lisham omad keltirmas ekan. Sen divanda o'tira tur. Men xodimlarga topshiriq berib olay, ketamiz. Seni toliqtirib qo'ymay. Asta divanga joylashdim. Endi meni vijdon azobi qiynay boshlagandi. Nahotki shunday sevgilisiga mehribon insonni aldayapman. Agar u Zafira o'lganini bilsa, qanday ahvolga tushadi? Undan ham ko'ra men bu yerlardan ketsam, oilam meni kechirarmikin? Menga ishonisharmikin? Ancha xayol surib qolibman. Hojini ovozi o'zimga keltirdi. O'ylanib qolding? Shunchalik muhim narsami? Unga anqayib qarab turdim. Keyin tilga kirdim. Miyam bo'sh. O'ylaydigan narsa ko'p u, aniq emas birortasi. Mayli yur. Ishlarim bitdi. Endi uyga qaytamiz. Meni divandan turg'azish uchun u qo'lini uzatdi. Noiloj qo'limni cho'zdim. Birdan o'ziga tortdi. Naqd burnini tagida paydo bo'ldim. Hayajondan o'lay dedim shu onda. Ortga tisarildim. Xotirang yo'qolsa ham shu odating yo'qolmadi-da. Hoji kulib qo'limdan ushlagancha meni olib keta boshladi. Mashina ichida Hoji qo'limni bo'shatmay ushlab o'tirdi. U shunchalik ishonch bilan menga tikilardi-ki, go'yo yuragimdan o'tayotgan har bir fikrni bilayotgandek edi. Uyimiz esingdami? Deb so'radi u mashina yurayotgan paytda. Ko'zlarimni yumib javob topishga harakat qildim. Agar Zafira bu odam bilan uzoq vaqt birga bo'lgan bo'lsa, ularning uyi haqidagi tafsilotlarni eslata olmaydigan bo'lsam, bu shubha uyg'otishi mumkin edi. Shunchalik ko'p narsa yodimdan chiqqanidan qo'rqayapman, dedim zaif ohangda. Hoji qo'limni qisdi. Hammasi joyiga tushadi. Hech narsani o'zing eslashga majbur bo'lma. Men senga hammasini qaytadan o'rgataman. Men bosh irg'adim. U mendan shubhalanmagan ko'rinadi. Ko'p o'tmay mashina yana o'sha katta temir darvoza oldida to'xtadi. Darvoza ochilib, biz ichkariga kirdik. Uy juda hashamatli, baland ustunlar, keng hovli va ulkan derazalar. Hoji qo'limdan yetaklab, zinadan yuqoriga olib chiqdi. Bir eshikni ochib, ichkariga yo'lladi. Bu sening xonang ekani esingdadir? Kecha bu yerda tunaganim esimda. Ichkariga qadam bosdim. Xona chiroyli va did bilan bezatilganligiga qayta aminman. Devorda yana suratlar osig'liq. Zafiraning rasmlari. Bir necha fotosuratlarga qaradim. Bu qiz men bilan bir tomchi suvdek o'xshash edik. Faqat men uning hayotini bilmasdim. Charchagansan, dam ol, dedi Hoji. Agar nimadir kerak bo'lsa, faqat chaqirsang bo'ldi. U mehr bilan gapirar. Menga ko'nglidagi chuqur sevgini bildirishdan qo'rqmagandek edi. Men yotoq oldida turib qoldim. Endi men shu uyda yashayman.
Bu yerdagi hamma meni Zafira deb biladi. Lekin men aslida kimman? O'zimni yo'qotishim mumkin edi. Endi nima qilishim kerak? Haqiqiy Zafira kabi bo'lishim kerakmi? Yoki biror yo'l bilan bu yerdan chiqishim kerakmi? Yuragim gupillab urar. Lekin aniq bilardim. Bu yerda mening har bir harakatim kuzatilardi. Endi eng muhim narsa Hojining ishonchiga to'liq kirish. Xonada o'zimga qulay kiyim topish qiyin bo'ldi. Hammasi uzun ko'ylaklar. Futbolka, shim, shalvar, unaqa narsa umuman yo'q. Kiyimlar orasidan zo'rg'a yengilrog'ini topib kiydim. Ko'zgu oldiga borib, sochimni yig'dim. Bu soch meni yanada jozibali ko'rsatayotgandi. Yuragimda esa og'riq. Men qanchalik kuchli bo'lmay, kelajagim tashvishga solardi. Asta qadam bosib xonadan chiqdim. Uyning kattaligidan adashib qolmasam bo'lgani. Biz boy yashagan bo'lsak ham, dadam bunchalik hashamat tarafdori emasdilar. Zafiraxon, biror nima kerakmi? Yonimda yoshi 50larga borib qolgan ayol keldi. Assalomu alaykum. U ayolni birinchi bora ko'rishim edi. Va alaykum. Uni og'zi ochilib qolgani meni hayratga soldi. Nimanidir xato qildimmi? Tinchlikmi? Ha, yo'q, tinchlik. Ovqatlanasizmi? Yoki biror nima ichasizmi? Yo'q, shunchaki sayr qilishni istardim. Ammo hoji sizni yotsin deganda. Men yotishdan juda zerikib ketdim. O'zimni ancha yaxshi his qilyapman. Jarohatingizni bog'lovini bog'laylik unda. Yuzim burishdi. Yana achishtirishni his qilar ekanman-da. Xo'p, noiloj xonaga qaytib kirdim. Xuddi qafasga tushgandekman. Nahot endi erkim o'zimda bo'lmasa? Meni eslaysizmi? Unga diqqat bilan tikildim. Ming tikilmay, baribir tanimayman-ku. Ichimda kulgancha sirtimda sezdirmadim. Yo'q, ming urinmay, baribir eslolmadim. Bu ham yaxshilikka. Odatda siz meni yoqtirmasdingiz. Ayolning yuzida afsusga o'xshash alomatlar paydo bo'ldi. Qiziq, o'zimga hayronman rosta. Ayol asta oldimga kelib qo'limni ushladi. Barmoqlari sovuq edi. Bu menga yoqmadi. Noiloj qo'limni tortib oldim va unga tikildim. Men sizga tanish emasman, shundaymi? So'radi u sokin ohangda. Boshimni chayqadim. Yo'q, sizni umuman eslay olmayapman. Ayol chuqur xo'rsindi. So'ng ohista jilmayib joydan turdi. Mayli. Vaqt o'tib hammasini tushunib yetasiz. Hozircha dam oling, Zafiraxon. Bo'ston salom. Yuragim shuv etdi. Demak, ikki tomonlama kuzatuvdaman. Tamomsan Mahliyo. Sen uchun barcha yo'llar berk. U asta jarohatimni bog'lovini yangiladi. Men yotoqqa o'tirib, uning chiqib ketishini kuzatdim. Nimadir joyiga tushmayotganda ko'nglim g'ash edi. Yonimdagi javondan ko'zguni oldim va yuzimga tikildim. Ko'zlarimning ostida biroz ko'karish bor edi. Yuzim biroz oqarib ketganday. Ammo eng ajablanarlisi, men kim edim? Mahliyomi? Zafirami? Xonadan yana tashqariga chiqishga qaror qildim. Ostonaga endigina yetganimda bir erkak qarshimda paydo bo'ldi. U baland bo'yli, qalin qoshli va qotma gavdali edi. Ko'zlari jiddiy, yuzida esa sovuqqina tabassum bor edi. Nihoyat uyg'ondingizmi? Dedi u xotirjamlik bilan. Siz kimsiz? So'radim hushyor tortib. Bu savolni menga emas, o'zingizga bering Zafiraxon. U jilmaydi. Siz o'zingiz kim ekanligingizni bilasizmi? Yuragim gupillab ura boshladi. Uning so'zlari ichimdagi shubhalarni battar kuchaytirganda. Kelganingdan sevgilimni qo'rqitishni boshladingmi? Tanish ovoz yonginamdan eshitilib, qo'li yelkamdan o'tib, meni o'ziga tortdi.
Tap tortmay boyagi nusxani oldida sochlarimga lab bosdi. Meni tanimay turibdi. Xafa bo'ldim. Begona arazlaganini bildirdi. Uni xotirasi yo'qolgan. Meni zo'rg'a taniyapti-ku, senga yo'l bo'lsin. Hoji namoyishkorona meni qo'limni tutib oldi. Menimcha bu ikkovining o'rtasida allaqanday ziddiyat mavjud. Hoji meni mahkam ushlagancha ko'zlarini qarshimdagi erkakka tikdi. Sen bu yerda nega yuribsan, Javlon? Bugun kelishingni aytmaganding. Javlon jilmaydi. Ammo ko'zlarida sovuqqina nafrat porladi. Qo'rqma, Hoji. Uni shunchaki ko'rishga keldim. Axir biz eski tanishlarimiz. To'g'rimi, Zafiraxon? Sen o'zingdan bilib uni topdim demaysan. Ishxonadan eshitdim. Men beixtiyor bir qadam orqaga chekildim. Yuragim tez urardi. Boshim ichida minglab savollar aylanardi. Nega u men haqimda bunday dedi? Haqiqatdan ham biz tanish bo'lganmizmi? Hoji javob o'rniga qo'limni mahkamroq siqdi. Barmoqlarim orasidan barmoqlarini o'tkazdi. Uning barmoqlari qattiq edi. Go'yo meni o'ziga qamab olmoqchidek. Zafiraxon, yur. Xonangga qayt. Sen ovqatlanishing kerak. Olima opa senga ovqat keltirib beradi. Men sayr qilmoqchi edim, deya e'tiroz bildirdim. Javlon keskin kulib yubordi. Sayr qilmoqchisan? To'g'ri, nafas olish kerak. Lekin hoji sening bu huquqing borligini unutyapti shekilli. Axir u seni... Yetar. Hoji dag'dag'a qildi. Uni ko'rgan bo'lsang, endi ishga qaytamiz. Hol so'raganing uchun rahmat. Javlon yelka qisdi. Xotirasini yo'qotgan qiz. Eski gunohlar va yangi qafas. Juda qiziq voqea bo'lishi mumkin, dedi u ko'zini mendan uzmay. Faqat sen uni o'zingniki deb o'ylama, Hoji. Hali hammasi oldinda. U shunday degach, yonimdan bemalol o'tib ketdi. Orqasiga ham qaramadi. Hoji chuqur xo'rsindi va yuzimga tikildi. Uning gaplariga ishonma. Kim u? Deya so'radim past ovozda. Hech kim. Sen uni tanimaysan. Ammo ich-ichimda hoji yolg'on gapirayotganini his qilardim. Hech kim bo'lsa, nega uning kelishidan g'azablandi? Nega meni darhol xonaga qaytarmoqchi bo'ldi? Men asta xonam tomon yurarkanman, ko'nglimda bir narsa tobora o'sib borardi. Bu shubha edi va qo'rquv. Axir bu haqiqatan kim edi? Zafira bilan qanday aloqasi bor? Xonamga kirib, derazadan tashqariga qaradim. Bu yer qayer o'zi? Bir hafta, balki bir oy, balki bir yildan beri shu yerda yashayotgandek edim. Lekin hech narsani eslay olmasdim. Men kim edim? Javlon kim? Hoji kim? Nega men shu yerda edim? Xuddi chindan xotiram yo'qolgandek. O'zimga hayronman. Yoki bosim ostida xotiram o'chib ketayotgandek. Shu payt eshik taqilladi. Kiring, dedim past ovozda. O'sha ayol menga qaysidir ma'noda tanish bo'lgan ayol kirib keldi. U oldimga kelib, stol ustiga bir kosa qatiq va yangi uzilgan uzum qo'ydi. Biror nima yeysizmi? Boshimni sarak-sarak qildim. Menga haqiqat kerak. Nima qilishim kerak? Ayol yuzi o'zgarib, atrofga xavotir bilan qaradi. So'ng shivirlab gapirdi. Bu yerda ehtiyot bo'l. Hoji ham, Javlon ham, ikkisi ham sen uchun xavfli odamlar. Javlon haqida uncha ma'lumotga ega emasman. Aftidan seni yoqtirgan shekilli. Do'stini sevganini-ya? U nigohimga tikildi. Ko'zlarida hamdardlik, balki achinish bor edi. Keyin ohista pichirladi. Asta bilib olamiz.
Hojini ko'nglini olishga harakat qil. Yuragim shuv etib ketdi. Sening Zafira ekaningga ishonishi kerak. Nega? Ayol yelka qisdi. Bilmayman. Lekin bir narsani unutma, Mahliyo. Sen bu yerga o'z ixtiyoring bilan kelmagansan. Uyingga qaytishing uchun aytganimizni qil. U shunday deb chiqib ketdi. Men joyimda qotib qoldim. Endi bitta narsa aniq edi. Ikki tomonlama o'yinchiman. Hoji ham, Javlon ham men haqimdagi haqiqatni yashiryapti. Lekin men kimdan qo'rqishim kerak? Javlondanmi yoki Hojidanmi? Vaqt o'taversin, hammasini bilib olaman. Qornim ochqaganini sezib o'zimdan qo'limga oldim. Bolaligim o'tgan uy ko'z oldimga keldi. Dadam o'z qo'llari bilan Husayn uzum ekkandilar. Har yili katta-katta uzumlar yerdik. Qanday baxtli edim o'sha damlarda. Kuni bo'yi xonadan chiqmadim. Aslida ham kam uyqu edim. Bu yerda uxlay olmayapman. Xonada na televizor bor va na telefon. Zerikkanimdan xonadan chiqdim. Hoji o'sha vaqt qaydandir keldi. Yonida esa chiroylikkina qiz. Salom. Qiz menga bepisandgina boqdi. Nomigagina salom berdi. Salom. Unga jilmaydim. U esa ensasini qotirdi. Menimcha bu olifta qiz Zafirani xushlamasdi. Zafira? Rayhonni esladingmi? Bu qizning ismi Rayhon ekan-da. Umrimda birinchi marta ko'rib turgan bo'lsam, qayerdan eslayman? Yo'q. Rayhon chimirilib qo'ydi. Unda qayta tanisharmiz. Men Hoji akamning eng yaqinlaridanman. Xolalarning qizi. Biz juda yaqinmiz. Yana qayta qo'shimcha qildi. Tavba. Buni menga nima qizig'i bor? Yaxshi. Unga jilmayib qo'ydim. Rayhonning o'zini tutishi bejiz emas. Demak, u ham menga dushman yoki hech bo'lmaganda raqib sifatida qaraydi. Hoji bilan yaqin ekanini ochiqchasiga ta'kidlayotgani esa meni ogohlantirish uchun. Nazarimda u Hojiga befarq emas. Ammo men haqimda hammadan ko'proq ma'lumotga ega odam aynan shu Rayhon bo'lishi mumkin. U Hoji oilasiga yaqin bo'lsa, men haqimda nimanidir bilishi aniq. Eng yomoni, u meni yoqtirmaydi. Ana senga yana bitta dushman. Yashavor Mahliyo. Rayhon mendan yuz o'girib, Hojiga nimanidir shivirladi. Hoji menga tez nazar tashlab, keyin yana unga quloq soldi. Men esa ortiq bu qizga e'tibor bermay oldinga yurdim. Ammo Rayhon orqamdan chaqirib qoldi. Zafira, to'xtadim. Ha. U yelka qisdi. Hech narsa. Shunchaki ismingni unutmaganingni tekshirib ko'rdim. So'ng jilmayib Hoji tomon burildi. Qalbim g'ash bo'ldi. Bu shunchaki bema'ni gap emasdi. U nimanidir bilardi yoki o'zicha nimagadir shama qilyapti. Ammo nimaga? Hoji aka. Hoji menga hayratlanib qaradi. Nega unaqa qaraysiz? Rayhon kulib yubordi. Hoji akamish. Qoyil. Endi e'tibor berdim. Uni chamadoni ham bor ekan. Unga qaraganimga izoh berdi. Uyimdagilar sanatoriyaga ketishgan. Uyda yolg'iz qolmay deb sizlarni yoningizga keldim. Hoji unga e'tibor bilan qaradi. Keyin yonidagi xizmatkorlarga buyruq berdi. Rayhonning xonasini tayyorlang. Mehmonni yaxshi kutib oling. Rayhon jilmayib qo'ydi. U ancha quvnoq ko'rinar, lekin uning nigohlarida allaqanday maqsad yashiringanda. Meni yoqtirmasligi aniq. Lekin nimaga bunchalik ochiqchasiga o'z nafratini bildirayotgani tushunarsiz. Demak, endi men ham shu uydaman, dedi u yengilgina ohangda. Hech qanday muammo bo'lmaydi degan umiddaman. Men ko'rmagan ozg'ingina qiz
Rayhonni chamadonni olib ketdi. Mening esa yuragim siqildi. Buni qanday qabul qilishni bilmay qoldim. Hoji Rayhonga kulib qarab, "Juda yaxshi bo'ldi. O'zing bilasan. Onang seni yolg'iz qoldirishni istamadi. Endi bexavotir dam olib keladi." Rayhon burnini jiyirdi. Shunday." Uning ohangida qandaydir ma'noli nido bor edi. Nazarimda hojini ko'nglini olishga intilardi bu qiz. Ammo men hali ham nimanidir tushunmayapman. Bu yerda unga nima bor? Yoqmayapti bu qiz.